Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolisa Surxondaryoga mol oxirlarimiz, qo'y oxirlarimiz chiqib ketyapti mana. Tomlikdan qilingan mol oxirlar keldi. Bunisi 2 metrli mol oxirlar. 230li mol oxirlarimiz. Qo'y oxirlar mana akalar. O ko'rishinglar mumkin. Mana qo'y oxirlar 260li qo'y oxirlarimiz akalar. 260li qo'y oxirlar. Mana chekalari bukilgan. Mana qo'yda og'zini yirta olmasligi uchun chekalar yirtilgan. Kimga shunaqa kerak bo'lsa, bemalol ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz akalar. Qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Bunisi mana akalar qo'y oxirida 2 metrligi. Karetalarimiz ham bor. Karetalarimiz katta, kichik karetalar. Bunisi 650 ming, bunisi 550 ming so'm akalar. Chiqir razmerda karetalarimiz bor. Surxondaryoga xudo xolisa yuklashni boshladik. Surxondaryo Qiziriq tumaniga ketyapti mana. Furamizni ko'rishinglar mumkin. Buni yana qo'shimcha o'choqlarni, arabalarni yuklaymiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolisa Surxondaryoga ketayotgan o'choqlarimiz yukladik. Mana undan oldin oxirlarni yuklaganmiz. Ustiga mana o'choqlarni yuklayapmiz, arabalarni yuklaymiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Alisher aka, nima deysiz? Qayerga ketyapti aka? Surxondaryoga xudo xolisa mana o'choqlarimiz, yer o'choq, ayali o'choq, seyflarimiz, даже mana bani pechkalarimiz mana kechki payt bo'lsa ham yuklayapmiz akalar. Mana bani pechkalarimiz yuklanyapti. Inshaalloh. Ommon pechkalar kimga kerak bo'lsa, mana bu yerda yuklanyapti. Mana o'choqlarimiz. Otabek aka, mana har safargi kanalimizda svashigimiz, ishongan svashiklarimizdan o'choqchi akamiz. Riyat aka, mana seyfda nima deysiz aka? Mana seyft qiladigan akamiz, master Rinat aka. Xudo xolisa kech bo'lsa ham hammasini yuklab jo'nataveryapti Surxondaryoga. Hozir videomiz davomida arabalarimizni ham qo'yib boramiz akalar. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bani pechkalar, hammom pechka, liboyni xudo xolisa tayyorlab jo'natib beramiz. Ekranga nomerlar qoldiramiz, qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Assalomu alaykum, mana yuribamiz kanalimiz a'zolari. Xudo xolisa Surxondaryoga 2 g'ildirayli arabalarimiz ketyapti mana. 2 g'ildiray. Silyos toshigani, qurilishga ham universal qilib tayyorlangan 2 g'ildirayli arabalarimiz. Oldidan to'kishga ham udobnik, yuk toshigani bemalol 6 qop sement toshsa ham bo'laveradi. Mol fermasi bolalar go'ng toshigani ham hamma narsaga xudo xolisa udobnik 2 g'ildirayli arabalarimiz. Mana inshaalloh yuklanyapti. 1 g'ildirayli arabalarimiz bu yerda yuklanyapti akalar. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Nima deysiz endi Abdullajon? Mana Spark kassiga bu yer javob beradi. Asqarali bu yerda Hasanboy joylayapti furaga. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Bu yerda oxirlarni ham yukladik tagiga. Bu tarafda ko'rsatganimizdek hali yuklayotganini o'choqlarni ham yukladik. Kimga arava o'choqlar kerak bo'lsa bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Ichkarida yana ko'rsataman sizlarga. Mana arabalarimiz. Ko'rishinglar mumkin akalar. 1 g'ildirayli arabamiz, kassinli inshaalloh. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bemalol. Bu sizlarga ko'rsatganimdek, tashqarida ko'rsatdim. 2 g'ildiraylik, silyos toshigani ham, qurilishga ham, hamma narsaga idealni arabalarimiz. Bularimiz qozonlarimiz. Buni biz kimga kerak bo'lsa olib, foyda qo'ymay jo'natib berishimiz mumkin. Ishlab chiqaruvchidan promoy. Xudo xolisa. Ekranga nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Zakaz qilsalar, albatta tayyorlab jo'natib beramiz.